Qanchadan beri sizlar bilan bu narsa yemadik birga. Bugun mana ob-havolar yaxshi, shunga bizda makaron paflotskiy. Bismillahirrohmanirrohim. Şöyle ben yaxshi ketadi. O'zi makaron, tam odamlar bizada makaronni ham non bilan yeyishadi. Keyin bitta narsa biza turib yemay qo'ydik. Eng foydali shamollashga qarshi. Ayniqsa suzma bilan zo'r ketadi. Turib. Faqat choyxona kafelarda emas, uyda ham shunaqa suzma bilan mundoq qilib yesak bo'ladi. Turib sizlar ham bunaqa suvga solib qo'yasizlarmi? Sog' bo'lasizlar.